nafslarni günah maisat bilan meynat qiladigan, kir qiladigan narsaniki eng yomoni shirk, eng xatarlik. Tevhidga bu shirk %100 qarshi. Shuning uchun nafsini poklayman degan kishi shirkdan uzoq turish kerak. Rasululloh bir hadisida shirkni shunday qisqa bir tushuntirib qo'ygan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan Sahihul Buxoriyda kelgan sahih hadisda Ibn Mas'ud, yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deydi ki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sordum ki, "Eyyu zembi indallahi ekber?" Allah'ın dergahida, Allah'ın nazarida qaysi günah en katta, en ig'ir xatarlik deb sordum dedi. Qal, dedi ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "En tec'ale lillahi nidden ve huve halakak." Allah seni yaratgan turuqluq, sen Allah'a bir şerikni tangdaşni payda qilvag'inin shu Allah'ın nazaridagi en cho'ng ig'ir gunoh degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam şerikni mana bu şerikni. Allah yaratgan bir mahluqni Allah'a tangdaş qilish, Allah'a sherik qilib qo'yish Allah'ın nazaridagi en katta gunoh ekan. Dal o'zi shu tağut edi. Masalan, Firavun aynı vaqtda xudolik da'vosi qildi. Namrud xudolik da'vosi qildi. Marx Engels, Darwin xudolik da'vosi qildi bular hisobda. Deng Xiaoping, Mao Zedong hozirgi shu Hu Jintao, Xi Jinping ham xudolik da'vosi qilyapti hisobda. O'zining ideyasini dunyoga tengib. Va Amerikaning har qaysi prezidentlari 46-si keldimi? Joe Biden. Bular hammasi demokratiyasini dunyoga majbur tengib, menga itoat qilsa, garchi Firavunga o'xshash va ana rabbukumul a'la, men sizning oliy parvardigoringlar men degan so'zni ig'izdan chiqarmagan bilan qilayotgan ishlar shuni dalolat qilyotdi ekan, mening ko'z qarashimga kelasan, mening itoatim ostiga kelasan, men taqatgan dollarni xajlaysan, mening yurgizgan siyosatim bo'yicha yashaysan, agar mening siyosatimga kelmaydi ekansan, har xil usullar bilan seni boplayman, chandurmay, sezdirmay, o'zim bevosita ya boshqalarning qo'li bilan vositali holatda seni boplayman deb xudolik da'vosi qilyapti. Ya'ni shaklda qarmoqqa men xudo degan bilan Firavunga o'xshash mohiyatda Firavun, Namrud larninki tutgan yo'lini tutib ketib bordi. Shunday siyosatni yurgizyapti. Vaholanki bu Namrud, bu Firavun, bu Marx Engels, Darwinlar, bu Deng Xiaoping, Hu Jintao, Xi Jinping, Mao Zedonglar, bu Amerikaning prezidentlari va boshqalar Allohning mahluqoti. Abdullah ibn Mas'ud deydi ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, seni Allah yaratgan turuqluq, Allah Taolaga bir şirkni paydo qilib olsang, shu Allohning nazariga ana shu gunoh deydi. Ulamolar deydi, bu hadis shu shirkni tushundigan hadis deydi. Yuqorqi biz sanab o'tgan xudolik da'vosi qilgan, yo ig'izda ochiq da'vo qilgan Firavunga o'xshash, yo mohiyati da'vo qilayotgan hozirgi prezident, rais boshliqlarga o'xshash, ularning hammasi Allah yaratgan mahluqotlar turuqluq qanday qilyapti? Mohiyat xudolik da'vosi qilyapti. O'zi ham shunga rozi. Tağut ishki narsa tepilish kerak degan-da. Birinchisi ma'budlik da'vosi qilsa, ikkinchisi shuningga o'zi rozi bo'lsa. Yana beshanni qo'shib qo'yilmalar, g'ayri solih, solih kishi bo'lmasa. Isa alayhisalom solih ya, Maryam onamiz solih. Demak, shirk haqida Rasululloh alayhisalom yuqoridek izohat bergan. Endi bu yerda yana shunga nisbatan bir texnik tushunish bo'lib ketish uchun shirkning turlariga azroq kirishib ketamiz qarindoshlar. Shirkningki ikki cho'ng turi bor. Birinchisi ash-shirkul akbar, cho'ng shirk, yana birisi ash-shirkul asghar, kichik shirk. Bu her ikilisi yana o'z ichidan bir qanchaga bo'lindi. Ash-shirkul akbar, cho'ng shirk, katta shirk 3 ga bo'lindi. Birinchisi ash-shirk fi rububiyya. Alloh taolaning rububiyatida shirk keltirish. Rububiyat nima deb tushungan to'q? Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q. Allohdan boshqa rizq beruvchi yo'q. Allohdan boshqa malik yo'q. Allohdan boshqa o'ltirgich, tirildirgich yo'q degan to'q-ku. Demak, Allohdan boshqa bir kuchni qanday qiladi? Yarata oladi, bizni boqadi, beqiyotidi, bizga imkoniyatlarni beradi deb qanday qilish? Razzaq va Alloh taolaninki Malik, Xoliq sifatlarini uning tangdosh qilib qo'yish. Shirkul akbarning birinchi turi nima ekan? Rububiyatlik shirk. Ash-shirk fil rububiyya. Ikkinchisi ash-shirk fil uluhiyya, ibodatni shirk keltirish. Ayni vaqtda shu Firavunlarga, Namrudlarga kishilar qanday qilgan? Ruku, sajda qilgan. Hozir ko'ngzidan iborat butning oldida turib, Xitoylar hatto ma'laqi buddizmni tark etdik degani bilanmi, yana qanday qilyapti? Ruku, sajda qilyapti. Xitoyning bolalari to'y qilgan vaqtida hozir bizning Uyg'ur qizlariga to'y qildirib, qiynatib, qiynanni oldida tag'izib qo'yib qanday qilyapti? Sajda qilyapti-da. Yijingong, Arjingong, Sanjingong, yani birinchi hurmat, ikkinchi hurmat, uchinchi hurmat. O degani nima? Birinchi sajda, ikkinchi sajda, uchinchi sajda. Rasmiy peshonasi yo'q qo'yapti-ku, ko'ryapmiz buni filmlarda, to'g'rimi? Asli bir bandiga sajda emas, ruku qilish ham bo'lmaydi.
İnsanın en âli kısmı olan, üstün kısmı olan Allah yaratkan bu pişanını fakat yaratkan şu Allah'la koyuş, Allah aldıdınla bunu yeyi koyup bizim harlıkını ibadet etiş, şu talep kılındı. Demek ibadette, ruku secde degen o ibadet kısmına tabi bir mezmun bu. İbadet kanda kılıbatıdır, şerik olabatıdır. Bu eşşirkul ekberden ikinci türü. Birinci tür rububiyet ki, ikinci tür uluhiyet ki, üçüncü tür şu eşşirk fil esma ve sıfat. İsim ve sıfatlerde şirk yaptırış. Allah Teala'nın ki es-semi' vel basir, anlıgıcı, köygücü, el-hakim, hikmetül eşgıcı degen muşu sıfatını qanday qilish insonlarga berib qo'yish. Yoki es-sem' anlıgıcı vel basar ve körgücü degen sifatlarni qanday qilish insonlarga berib qo'yish. Bu eşşirkul ekberning üçkü bölünüşü. Hem de eşşirkul asgar öz içine ikiye bölündü. Birincisi eşşirkul hafi, mehbi şirk. Bunun misali riya bilen süm'a. Bir kişi ilim alıyordu, ya ilim takıtıdı, şöhret kazanış için. Bir kişi zekat yürüdü, sedek ihsan kılıdı, sehi sanış için. Bir kişi Allah'ın yolunda cihat kılıdı, batur, şicaatlik sanış için. Öyle hadiste üç kişinin hepsi yüzü çekke cehennemde sorulduğu zikir kılındı. Demek şirkul asgarning türü bu. Riya süm'a. Birincisi eşşirkul hafi, mehbi şirk. Şu riya süm'a, şu mehbi şirkning türü. İkincisi eşşirkul asgarning ikinci türü eşşirkul zahir, aşkarı şirk. Yukarı kısmı mehbi, bu aşkarı şirk. Aşkarı şirk qaysi ise birisi lafzida buludu, tilda buludu. Mesela Allah'ın gayrini bilen qasam qilish. Mesela ben reisimiz Xi Jinping'ning namı bilen, hürmeti bilen qasam qilamanki, ben ata-anamning namı bilen, ata-anamning hürmeti bilen qasam qilamanki deb qoldik. Hatta peygamberimizning ismini tilgib turib qasam qilishim ulamalar o'sha kirdi degan. Zahir şirkning lafzi bilan bo'ladigan turi bu. Endi zahir şirkninki amallar bilan bo'ldigani ham bor. Buni ulamalar tuma isish ve qushlardan ya yaxshi bisharat elish, yaxshi pal elish yoki yomon pal elish. Mesela bizde bana Seygizxon sarısa uyga mehmon keldiga o'xshaydi. Bu qush o'g'lisa bir shumliq va bir yomonlik bor. Mana shuni ulamalar deydi-ki, eş-şirkuz zahir. Kichik şirkning ichiga kiradigan zahir şirklardan amal depildigini deydi. Anladın ki bu şirk bütün amellerini qanday qilib tashlaydi, bakaj qilib tashlaydi. Bunun delili estağfirullah. Ve laqad uhiya ilayka ve ila'llezina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk ve la takunanna minel khasirin. Allah Teala şunu deydi ki, ey Muhammed Aleyhisselam deydi. Sizge ve sizden ilgili ötken şu peygamberlerge vahiy qilindi ki, eğer siz şirk keltirsanız ameliniz baka bo'lib ketadi. Va siz ziyon tatquvchi insonlarning qatoridan bo'lib qolasiz deb, hatto Rasulullohga nihoyat keskin iboralar bilan Alloh taolo qanday qiladi farmon tushiradi. Demak, shirk butun amalni baka chiqib ketadigan, qalbni mehnat kirlashtiradigan, hatto vayron qilib tashlaydigan tavhidga qarshi bo'lgan bir narsa. Nafsini paklashga to'salg'i bo'lgan narsa. Bu şirk, eğer şu şirkning üstünde vafat tepki ketib qolsa, Allah subhanahu ve taala ebedi kechirmaydigan, ebedi cehennemge yo'laqtiradigan katta cho'ng gunoh. Allah taala mana bu so'zini tövendeki ayet isbotlaydi. Estağfirullah. İnnallaha la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalik limen yasha. Allah hakikaten o'ziga şirk keltirilgan bu gunohni hargiz kechirmaydi. Ama Allah özünün xaligan benderlerden bu şirkten başka günahlarını halis geçirdi deydi. Mana bu ayetning delili bilan kimiki şirk keltirgan bo'lsa ve şu şirk üstüde ölüp qalgan bo'lsa, bu kishi ebedi cehennem. Bu şirk halatından ruh tandan ağrıp ketgan bo'lsa, bu ebedi cehennemde qoladi. Ahlus-sunna cemaat qolmoqda. Demek müşrikning ümidi var. Ölüp qalgan tövbe qilib berish fursati bor. Xo'sh, biz şirk ve onun tufaqini için to'xtalamiz.